qurbonlik qilish degan bir gap aytilishi kerak bu yerda. Shaxsiyatchilik ko'z qarash kuchli bo'lib ketgandan keyin Nice. Yani devamlılık mı şu efendim tızdan bakarsan tarmak dükkan açıksı var, logo kasa hamkarlaşam sayın. hamkorlik degan asli tijoratni tuxum ilgari suralisa, taraqqiyotni tuxum ilgari suralisa to'g'ri bo'ladi. Hamda burundan bu ko'nlam aytgan yolg'izlarning chingi chiqmas, chingi chiqsimi ding chiqmas degan gap bor. Hamkorlik degan nima desangiz, hamkorlikni tushunmaydigan nurg'un odamlar hozir hamkorlashni o'ylaydi, men hamkorlashib shirklik tijorat qilsam bo'ldi qilib. Ba'zi odamning nurg'un pullari va o'zaldi qila oladi lekin bu ishni yurishtirib ma'noda kallasi ideyasi yo'q. Ba'zi odamlarga pulusi yo'q, ammo shu ishning hujjatini to'liq chiqaradi, qobiliyati bor. Bular birga kelinmaslik yoki bir-biriniki kamchilikini to'liqlab, ortiqchiligini o'rganmaganligi sababidan hamkorlik uzun davomlashmaydigan yoki hamkorlashga qo'yadigan avval shakllanib qoladi. Men hamda bu efendimning tarmoq do'konlarini buniki yana ochaman. Mayli postkam tavassul bo'lsin, mayli nada bo'lsin, men taraqqiy qilaman degan ideyam bo'lgandan cho'qim, mush kasbni taraqqiy qildirib, efendim markasini cho'qim tunutaman. Bu markani mening nomimda ilg'lab, hamda boshqalar bilan sherik bo'lish to'g'risida hamda buni nurg'un turdosh so'rgan mendan. Men oldindan shu oshpazlik kasbini tunishtirib, bir zopindan bir qancha yo'llagan do'yinlar. O'zimniki sergizashlarni chiqarib, boshqalarga foydasi olsin, boshqalar foydalanib olsin deb chiqarsam shu urug' tuqqanlar so'rdim men. Qanday sherik bo'lasizlar? Biz sherikligimizni bilishamiz. Hatto sheriklardan abish bo'linmay, cho't vayron bo'lib ketganlarni xat yozishim, masala so'rab. Ularga men dedim, mush to'g'risida biz zopin yo'llar yaqasini ayrim tushundirsa, men nurg'un odamlar so'ragan buni. Deb qo'ygandim. Hozir men kichikgina sheriklik to'g'risida bir tushuntirib qo'ysam, sherik degan gapninki bir ma'nosi sherik bo'lsa, buning keyinda qurbonlik qilish degan bir gap aytilishi kerak bu yerda. Masalan, biz bir odamni sherik qilgan bo'lsak, u odam biz bilan tang ma'olishi, tang kuch chiqarib bo'la olishi notayin. Bu odamning o'zlushlik, ortiqchilik bo'ladi. Bizning ham o'zimizga tushliq ortiqchiligimiz bo'ladi. Biz bu yerda endi kichikgina ishning ustida tik-tik o'ynab qilsak, işimiz murakkablashi darajasiz oldirmay tanish bo'lmaydi. Hammadan o'z ortiqchiligini zarur qildirsak, masalan, men oshxona boshqarish, adam boshqarish jihati qobiliyatim bor deb o'ylayman. Balki men bilan sherik bo'lgan odamning oshxonaning qo'tang'ichi tomoq chiqaradigan yoki material ekiladigan va yoki sirtqi munosabat masalan, oshxona qancha ochgan ekanmiz, cho'qim bizni boshqaradigan, bizni qiziqadigan yoki biz bilan hamkorlashadigan bunday odamlar ko'p bo'ladi. Shunday munosabatdan ilib ma'nolaydigan bo'lish kerak. Menmo bir ishni qilsam, u men kelib yana bir ishni qilsam, ishimiz boshqa chiqmaydi. Mana shu do'yinda bir gapni qo'ysam, shu nurg'un sherik o'g'ilning bayram bo'lishi sababimi, masalan, birisi bir ishni qilgan bo'lsa, yana birisi shuni do'rab qo'ygan yoki oning ish qilib tushunmaydigan yoki maydi shu oshxona to'liq o'z nomiga ilib oldi yoki bunda boshqarib oldi deb o'ylab olganlik sababidan ichki jihatdan ishidan buzilib bular. Shaxsiyatchilik ko'z qarash kuchli bo'lib ketgandan keyin so'ngra shirkatchilik buzildi. İki sherik kelishmagan aman do'kondagi ishchilarniki ishlash qiziqlik to'lab ketadi. Bundan keyin asta-asta xaridor azlab ketadigan, xaridorlar tomoq yo'q chiqmaydigan, ustan bolalar nega sog'liq qiladigan, nega ko'nmaydigan bunda avval tabiiyam shakllanib qoladi. Oshpazlik sohasida tirishqanning natijasimi 3 oydan 6 oygacha ko'riladi. Bil qo'yayotganning natijasimi 3 oydan 6 oygacha ko'riladi. Buni to'liq 1 yil bo'lganda enis qila oladi. Qanday desangiz 1 yil bo'lganda do'kon ijarasi to'shidi. Eng yomon yeri. Hammadan zimlab do'konlab oshxona ochmaydi. Shu 1 yil bo'lgan vaqtida do'konga to'shgan vaqtida to'yg'ilib pul yo'q, yerdan boshlanadi ish. Bundan keyin har oy ustamlar maash taqtammaydi. Tok, suv, gaz puli boshqarish bilan ba'zi bir qo'shimcha haqlarni masalan, u buzildi oshxona nurg'un narsa. Chunki o'choqlarimiz buzilib turadi, qozalarimiz tishib turadi, jovuzlarimizni pachqib sunib turadi masalan. Men shunday ishlarga hamiz pul ketadi. Bu pul qanday yerdan keladi desangiz, to'xtovsiz tirishishdan. Har kuni sizada kun kech bo'ldi, az tanitgan bo'lsa, ya'ni o'xshash izchil holatda bir ishni ravus boy yetkazib qo'yapmiz. Biz bu ishni hamma tartib bog'liq bo'ladi. Do'kon sol yaxshimida, shiglar kelishimida shu chog'dan boshlab bilining qiziqlik to'ylab mangdi, bozor bo'shab mangdi. Shundan topgan pul ozlaydi, oy to'shida maash vermaymiz, yil to'shida ijorat to'laymiz, shundan tabiiyan bayram bo'lish juda muhim qilamiz degan gap. Shunga shiriklik masalasida hamda mencha do'y sohasida nurg'un shirik ish qilayotganlar ham zopini ko'rish mumkin. Hozirgacha shirik bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, sizlarga afirin. Sherik bo'lmoq intayin tez boshqalar bilan. Qurbonlik birazanglar, sheriklarninki ba'zi bir qo'ydirga, ba'zi bir ishlarga bardosh beradigan vaqtingda ham shularmi jabat adqa odamlaringlarni, sheriklarni hurmatini obdan qilib, ularni qadr yetgan vaqtinglarda bu sherik munosabatinglar bilan uzoq davomlanishi mumkin. Mening yana boshqalar bilan sherik bo'lish masalasiga kelsak, bu sal ta'sir qoladimda. Hozir bu nurg'un odamlar deydi menga, sherik qilsanglar, bos bir ish qilgan bo'lsak da. Ama ishingizga rahmat ham. Mayli og'zida so'sin, desin. Mayli ko'ngildan chin ko'ngil chiqarib desin. Ularga chin ko'ngildan samimiyatimni bildirman. Ammo sherik bo'lmoq bunda oson emas.
Degancha bu shirkchilik to'g'risida bir şeygacha so'zlaydi. Har qanday ishning natijasi demak to'xtovsiz, uzluksiz Terish. terish. Ha, undan chiqadi. Bo'lakmi va yemek-ichmek sohasida chiqimdirmoqda bor. Bu ishlarni qilmoqda. Yemek sahasida mayli so'diq bo'lsin, bo'lmasin, muqim chiqim bor. Dukka ijazat o'zgarmaydi. Ishlayotgan odamning shaqqa cho'p o'zgarmaydi. Mayli bir kunda 10 ming kilo so'diq qilay, mayli 25 ming, 30 ming so'diq qilay, balık o'xshash shaqqa aqtman. Dukka ijazatni o'xshash to'layman. Endi so'tiq shakarni bir qitib narsa, lekin muqim chiqimlardan mana shunday chiqimlar bor. Mush chiqimlarni hisoblab turib, asosan mana shu efendim cho'ng oshxonamizda birinchi qavat tizimxona, ikkinchi qavat choyxona, ya'ni restoranni bir kunda 3860 ko'p pulga ishga chiqaman. Dukka ijazat bir kunlik adam ishaqqa chiqimni hamini hisoblsam 3860 ko'p pul keldi. 3860 ko'p pul tip uchun men cho'qim 12 ming bayizga savdo qilishim kerak bir kunda. 12 ming bayizga savdo qilgandan keyin chiqimda pul oldi. Unga keyin untirga chiqqan savdoning foydasi hamkin mangtigidi degan gap. Men bu shunda daj hisoblaqlab hatta shu oshxona ishlayotganda bir qitim Rabbim bayram bo'lib baqqandan keyin hamda haliqa jilonda qo'rqqa deb og'amchini ko'rsam titraydi degan gap emasmi? Shunda bo'lgandan keyin men o'sha hamma ishni sistemlab ben qoida tuzumni tuzayman, qoida tuzumga o'zim amal qilaman birinchidan. Ikkinchidan shu qoida tuzumga amal qilmagan odamni vaqtida shalib o'tib o'rniga yangi idealik boshqaruv sohasini taraqqiy qildira oladigan ideyasi o'choq nimaga usta odamni taklif qilib turaman. Shu sababdan ben boshqa sohasi mavjud bo'lib turadi-da, buni keyin taraqqiy qildirib turadi emas. Bugun mush ziyoratni qilib yaxshi qildingiz, men shu o'zim yugurib chiqibman, o'zimni tanishtirib, bu gaplarni deb ketsammi, poskam qilishini qabul qilishni tayin. Jiq odamlar qo'llaydi meni. 75% adam poskamni qo'llag'lar, lekin yana ba'zi bir odamlarimiz biz ish qilsak ishonmaydi odamlar, chunki bu sabab bilan bizdan burun o'ynaganlar keltirib chiqadi masalan. Gapni qilib igomida, faoliyatlarni qilib yaxshi ilib bormida, hozir endi biz faoliyat qilamiz, menda ishlarni qilamiz desak, nurg' odam ishonmaydi. Ishonmasning sababi burun ular oldin baqqan bo'lg'achqa hozir bizga ishni bilmaydi. Lekin meni qo'llaydigan odamlar men faoliyat bor desam, oshxonamda bor desam, oshxonam keladi. Falan yerda bundan nasıl faoliyat qilsam, darhol shu yerga boradi. Do'yin chiqarsam yurib bosadi, pangni yozadi, chiqib qo'llash yaxshi bo'lardi. Shu sababdan men postga xalqqa ko'p rahmat aytaman.